Agar telefoningizda begona ilova, masofadan boshqarish dasturi, SMS kodlarini o'qiydigan shubhali ruxsat yoki bank kartangizga ulangan noma'lum xizmat bo'lsa, pensiyangizni bir kunda yechib ketishlari mumkin. Men buni sizni qo'rqitish uchun emas, ogohlantirish uchun aytyapman. Bugungi ma'lumot har bir pensionerga, har bir farzandga, har bir nabiraga tegishli. Chunki hozir firibgarlar nafaqat karta raqamini, balki telefon ichidagi ruxsatlar, SMS kodlar, Telegram, bank ilovalari va hatto yordam beramiz degan soxta dasturlar orqali odamlarning pensiya pulini olib qo'ymoqda. Videoni oxirigacha ko'ring. Telefoningizni darhol tekshiring va yaqinlaringizga ham yuboring. Kanalga hoziroq obuna bo'ling, like bosib qo'ying. Chunki bunday ogohlantirish ko'p oilalarning pulini saqlab qolishi mumkin. Men avval vaziyat qanday bo'lganini oddiy qilib tushuntiraman. Ilgari pensiya asosan naqd pul ko'rinishida berilar edi yoki odam bankka pochta bo'limiga borib olardi. Xavf bor edi, albatta, pulni yo'lda yo'qotish, aldovga uchrash. Kimdir qarz so'rab olib qaytarmasligi mumkin edi. Lekin firibgar pensiya puliga yetib borishi uchun odamning yoniga kelishi, hujjatini ko'rishi yoki kamida uning ishonchini yuzma-yuz qozonishi kerak edi. Hozir esa vaziyat o'zgardi. Pensiyalar ko'pincha bank kartasiga tushadi. Telefon orqali bank ilovasiga kiriladi. SMS kod keladi. Plastik karta telefon raqamiga bog'langan bo'ladi. Pul o'tkazish, to'lov qilish, kredit rasmiylashtirish, onlayn xarid qilish hammasi bir necha bosish bilan amalga oshadi. Bu juda qulay. Lekin shu qulaylik bilan birga katta xavf ham paydo bo'ldi. Endi firibgar sizning uyingizga kelmasdan, telefoningizga kirib olsa yoki sizdan SMS kodni olib qo'ysa, pensiya pulingizni boshqa kartaga o'tkazib yuborishi mumkin. Eng xavfli tomoni shundaki, ko'p odamlar buni davlat pensiyani olib qo'yar ekan deb noto'g'ri tushunadi. Aslida gap ko'pincha rasmiy tashkilot pensiyani tortib olish haqida emas. Gap firibgarlar, zararli ilovalar, soxta havolalar va telefon ichidagi xavfli ruxsatlar haqida ketmoqda. Lekin natija bir xil. Odam tongda pensiya tushganini ko'radi, kechga borib kartada pul qolmaydi. Shuning uchun men bugun aynan telefoningizda nimalar bo'lsa, xavf kuchayishini, kimlar alohida ehtiyot bo'lish kerakligini va pulni saqlab qolish uchun nima qilish kerakligini batafsil tushuntiraman. Birinchi xavfli narsa bu masofadan boshqarish ilovalari. Masalan, telefoningizda OnDesk, TeamViewer, RustDesk, AirDroid yoki shunga o'xshash dasturlar o'rnatilgan bo'lsa, albatta tekshiring. Bu ilovalarning o'zi har doim ham yomon emas. Ular kompyuter ustalari, texnik yordam xodimlari yoki ish joyida masofadan yordam berish uchun ishlatiladi. Lekin oddiy pensionerning telefonida bunday dastur nima uchun turibdi degan savol tug'ilishi kerak. Firibgarlar ko'pincha shunday ishlaydi. Men bank xavfsizlik bo'limidanman, kartangiz blok bo'ladi. Pensiyangizni qayta tasdiqlash kerak. Yangi ijtimoiy to'lov chiqdi. Sizga kompensatsiya beriladi deb qo'ng'iroq qiladi. Keyin telefoningizni tekshirib beramiz. Mana shu ilovani o'rnating deydi. Odam ishonadi. Ilovani o'rnatadi, firibgarga kod aytadi. Shu paytdan boshlab firibgar telefon ekranini ko'rishi, ba'zan boshqarishi, SMS kodlarini o'qishi va bank ilovasiga kirishda odamni aldab kerakli tugmalarni bostirishi mumkin. Masalan, Toshkent viloyatida yashaydigan bir pensioner ayolni tasavvur qiling. Uning kartasiga har oy 20 million ming so'm pensiya tushadi. Unga pensiyangiz oshiriladi, ariza telefon orqali tasdiqlanadi deb qo'ng'iroq qilishadi. Ayolga masofadan yordam ilovasini o'rnatishadi. Keyin endi kelgan kodni ayting, bu ariza kodi deyishadi. Aslida bu bank ilovasiga kirish yoki pul o'tkazmani tasdiqlash kodi bo'ladi. Bir necha daqiqada 1 million ming so'm boshqa kartaga ketadi. Ayol bankka borganda esa operatsiya SMS kod bilan tasdiqlangan bo'lib chiqadi. Ikkinchi xavfli narsa bu SMS o'qish ruxsatiga ega begona ilovalar. Telefoningizda fonar, ob-havo, namoz vaqti, tozalagich o'yin, bepul internet, qarz olish, yutuq tekshirish kabi nomdagi ilovalar bo'lishi mumkin. Ilova o'z oddiy ko'rinadi, lekin ichida seslarni o'qishga ruxsat bering, kontaktlarga ruxsat bering, bildirishnomalarni ko'rishga ruxsat bering degan so'rov chiqadi. Odam o'ylamasdan ruxsat beradi. Shundan keyin kelgan bank SMSlari, bir martalik kodlar, tasdiqlash xabarlari xavf ostida qoladi. Agar bir ilova fonar yoqish uchun SMS o'qish ruxsatini so'rasa, bu mantiqsiz. Agar kalkulyator ilovasi kontaktlaringizni, rasmlaringizni, qo'ng'iroqlar tarixini so'rasa, bu ham mantiqsiz. Men har doim shuni aytaman. Ilova bajaradigan ishiga mos ruxsat so'rashi kerak.
Kamera ilovasi kameraga ruxsat so'rashi tabiiy. Xarita ilovasi joylashuvni so'rashi mumkin. Lekin oddiy telefonni tezlashtiraman degan ilova bank SMS'larni o'qish kerak emas. Uchinchi xavf bu soxta havolalar. Telegram, SMS yoki WhatsApp orqali pensiya qo'shimchasi bir martalik yordam puli. Kommunal kompensatsiya, davlatdan 6 ming so'm. Kartangizni ro'yxatdan o'tkazing degan havolalar keladi. Havola ustiga bossangiz, rasmiy saytga o'xshagan sahifa ochiladi. U yerda karta raqami, amal qilish muddati, SMS kod, pasport ma'lumoti, telefon raqami so'raladi. Odam davlat sayti ekan deb to'ldiradi. Aslida bu sahifa firibgarlarniki bo'ladi. Masalan, bir oila onasining telefoniga sizga 780 ming so'm qo'shimcha ijtimoiy yordam ajratildi degan xabar kelganini ko'radi. Xabarda bayroq rasmi, gerbga o'xshash belgi, rasmiy ohangdagi matn bor. Ona kartasini kiritadi, SMS kodini yozadi. 10 daqiqadan keyin kartadagi 2 million so'm yechib olinadi. Bu yerda asosiy xato shuki, hech bir rasmiy tashkilot sizdan karta PIN kodi, SMS kodi yoki bank ilovasidagi tasdiqlash kodini so'ramaydi. Buni yodlab oling. SMS kod pulingizning kaliti. Uni aytgan odam go'yoki hamyoningiz kalitini begona odamga bergandek bo'ladi. 4-xavf bu telefon raqami boshqa odam nomida bo'lishi. Ko'p pensionerlar telefon raqamini farzandi, nevarasi, qo'shnisi yoki eski tanishi nomiga olgan bo'ladi. Karta ham o'sha raqamga ulangan. Agar raqam egasi SIM kartani qayta tiklasa yoki raqam ustidan nazoratni qo'lga olsa, bank SMS'lari unga borishi mumkin. Albatta, hamma farzand yoki tanish yomon niyatli emas. Lekin huquqiy va texnik xavf mavjud. Pensiya kartasiga ulangan telefon raqami imkon qadar pensionerning o'z nomida bo'lishi kerak. 5-xavf bu bank kartasining rasmiy telefonda saqlanishi. Ba'zi odamlar kartaning old va orqa tomonini suratga olib qo'yadi. Yana kimdir Telegram orqali mana kartam deb yuboradi. Kartaning old tomonida raqam, muddat bo'ladi. Orqa tomonda esa CVV kodi bo'lishi mumkin. Agar telefon yo'qolsa, Telegram buzilsa yoki zararli ilova rasmlarga kirsa, karta ma'lumotlari begona qo'lga tushadi. Pensiya tushadigan kartaning rasmini telefonda saqlash kerak emas. 6-xavf bu juda oddiy parol. Telefon paroli 1001, tug'ilgan yil 1234 bo'lsa, bu xavf. Bank ilovasining kodi ham shunday bo'lsa, undan ham xavfli. Ko'p firibgarliklarda begona odam telefonini qo'lga kiritib, parolni taxmin qiladi. Ayniqsa telefon egasining tug'ilgan yili, uy raqami, mashina raqami, nevarasining tug'ilgan kuni kabi ma'lumotlar atrofdagilarga ma'lum bo'lsa, parolni topish osonlashadi. Kimlar ko'proq xavf ostida? Men birinchi navbatda pensiyani kartada oladigan, bank ilovasidan foydalanadigan, lekin telefon so'zlamalarini yaxshi bilmaydigan odamlarni aytaman. Ikkinchi guruh, tez-tez Telegramdagi havolarni ochadiganlar. Uchinchi guruh, bankdanman, hokimiyatdanman, pensiya jamg'armasidanman degan qo'ng'iroqlarga ishonadiganlar. 4-guruh, telefonini nevaralariga o'yin o'ynash uchun beradiganlar. Bola bilmasdan shubhali ilova o'rnatishi, reklama bosishi yoki pulli xizmatga ulanib qo'yishi mumkin. Kimlar kamroq xavf ostida? Agar siz kartangizga ulangan raqamni o'z nomingizda saqlasangiz, SMS kodini hech kimga aytmasangiz, faqat rasmiy bank ilovasidan foydalansangiz, shubhali havolalarni ochmasangiz, telefoningizda masofadan boshqarish dasturlari bo'lmasa va ilovalarning ruxsatlarini muntazam tekshirsangiz, xavf ancha kamayadi. Lekin menda hech narsa bo'lmaydi deb xotirjam bo'lish ham noto'g'ri. Firibgarlar aynan ishonuvchanlik va beparvolikdan foydalanadi. Endi istisnolar va ko'pchilik bilmaydigan nozik jihatlarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat. Hamma masofadan boshqarish ilovasi firibgarlik belgisi emas. Balki farzandingiz telefoningizni sozlash uchun o'rnatgandir. Balki ustaxona xodimi biror muammoni hal qilgandir. Lekin bunday ilova ishlatilgandan keyin o'chirib tashlanishi kerak. Agar u telefoningizda oylar davomida tursa, siz esa uning nima ekanini bilmasangiz, bu xavfli signal. Ikkinchi nozik jihat. Bank xodimi sizga qo'ng'iroq qilishi mumkin, lekin u hech qachon SMS kodini so'ramasligi kerak. Bank xodimi karta raqamingizning oxirgi 4 raqamini aniqlashtirishi mumkin, lekin to'liq karta ma'lumoti, PIN kod, CVV, SMS tasdiqlash kodini so'rashi mumkin emas. Agar qo'ng'iroq qilgan odam shoshiltirsa, hozir aytmasangiz pulingiz yo'qoladi desa, hech kimga aytmang desa, bu firibgarlik belgisi. 3-nozik jihat. Pul ketgandan keyin hamma aybni bankka yuklash har doim ham natija bermaydi. Agar operatsiya SMS kod bilan tasdiqlangan bo'lsa, bank
kod mijoz telefoniga yuborilgan, mijoz tasdiqlagan deyishi mumkin. Shuning uchun asosiy himoya pul ketmasdan oldin bo'lishi kerak. Albatta, firibgarlik bo'lsa bankka, ichki ishlar organlariga, kiber xavfsizlik bo'limlariga murojaat qilish kerak. Lekin eng yaxshi yo'l bu kodni bermaslik. Shubhali ilovani o'rnatmaslik, telefonni oldindan tozalash. 4-nozik jihat. Pensiya kartasida katta pul qoldirmaslik kerak. Ba'zi odamlar bir necha oylik pensiyasini kartada yig'ib qo'yadi. Masalan, har oy 20 million 800 ming so'm tushadi. 3 oyda 5 million 400 ming so'm bo'ladi. Agar karta ma'lumoti firibgar qo'liga tushsa, zarar katta bo'ladi. Kundalik xarajat uchun kerakli miqdorni kartada qoldirib, qolganini xavfsizroq hisobda saqlash yoki bank bilan maslahatlashib, alohida omonat hisobiga o'tkazish mumkin. Bunda ham rasmiy bank bo'limi orqali ish qilish kerak. 5-nozik jihat. Ba'zi firibgarlar pulni darhol yechmaydi. Ular avval telefonni kuzatadi, bank ilovasiga kirish yo'lini topadi, karta limitlarini ko'radi, keyin pensiya tushadigan kunni kutadi. Shuning uchun hali pulim joyida ekan, demak xavf yo'q deb o'ylamang. Agar telefoningizga shubhali ilova o'rnatilgan bo'lsa, pul hozir ketmagan bo'lsa ham keyingi tushum kuni ketishi mumkin. 6-nozik jihat, telefoningizdagi bildirishnomalar ham ma'lumot beradi. Ekran qulflangan bo'lsa ham SMS matni ko'rinib tursa, yo'ningizdagi odam kodni ko'rib olishi mumkin. Ayniqsa jamoat transportida, bank navbatida, bozorda, shifoxonada telefon ekraniga kelgan SMSlar ko'pchilikka ko'rinadi. Sozlamalardan ekran qulflanganda xabar mazmuni ko'rinmasligini yoqish foydali. 7-nozik jihat. Qarindoshlar ham ehtiyot bo'lishi kerak. Men bu gapni og'ir bo'lsa ham aytaman. Pensiya pulini har doim begona firibgar olmaydi. Ba'zan yaqin odam telefon parolini biladi. Bank ilovasiga kiradi. Keyin aytaman deb pul o'tkazadi. Oilada ishonch muhim, lekin moliyaviy xavfsizlik undan ham muhim. Pensionerning kartasi va telefon paroli hammaga ochiq bo'lmasligi kerak. Agar yordam kerak bo'lsa, ishonchli bitta odam yordam bersin, lekin har bir operatsiya egasining roziligi bilan bo'lsin. 8-nozik jihat. Rasmiy ilova bilan soxta ilovani adashtirib yuborish mumkin. Firibgarlar bank logotipiga o'xshash rasm qo'yadi. Nomini bir harf farq bilan yozadi. Masalan, rasmiy nomga qo'shimcha so'z qo'shadi yoki lotin va kiril harflarini aralashtiradi. Ilovani faqat rasmiy Play Market yoki App Store'dan yuklash kerak. Telegramdan kelgan APK faylni, yangilanish degan faylni. Pensiya arizasi degan dasturni o'rnatmang. Endi men sizga aniq nima qilish kerakligini bosqichma-bosqich aytaman. Avvalo telefoningizdagi ilovalar ro'yxatini oching. Siz tanimaydigan, qachon o'rnatilganini esla olmaydigan. Nomi g'alati, reklamasi ko'p, cleaner, booster, bonus, yordam, pul, grant, kompensatsiya kabi nomlangan ilovalarni tekshiring. Agar u ilovani ishlatmasangiz, o'chirib tashlang. Ayniqsa AnyDesk, TeamViewer, RusDesk kabi masofadan boshqarish ilovalari nima uchun turganini bilmasangiz, darhol o'chiring yoki ishonchli mutaxassisga ko'rsating. Keyin ruxsatlarni tekshiring. Android telefonlarda sozlamalarga kiring. Ilovalar bo'limini oching, ruxsatlar degan joyni toping. SMS, telefon, kontaktlar, kamera, mikrofon, joylashuv, bildirishnomalar ruxsatini qaysi ilovalar olganini ko'ring. Agar oddiy o'yin SMS ruxsatini olgan bo'lsa, olib tashlang. Agar fonar ilovasi kontaktlarga kirayotgan bo'lsa, olib tashlang. Agar tozalagich ilovasi bildirishnomalarni o'qiyotgan bo'lsa, ehtiyot bo'ling. Siz tushunmagan ruxsatlarni bekor qiling. 3-qadam, bank kartangizni tekshiring. Bank ilovasiga faqat o'zingiz kiring. So'nggi operatsiyalarni ko'ring. Siz qilmagan 5 ming, 10 ming, 20 ming so'mlik kichik to'lovlar ham xavf belgisi bo'lishi mumkin. Firibgarlar ba'zan avval kichik summani sinab ko'radi. Agar noma'lum operatsiya ko'rsangiz, darhol bankning rasmiy raqamiga qo'ng'iroq qiling yoki bank bo'limiga boring. Telefon qilganda raqamni internetdagi rasmiy sayt yoki kartaning orqa tomonidagi rasmiy ma'lumotdan oling. SMSdagi shubhali raqamga qo'ng'iroq qilmang. 4-qadam, kartani vaqtincha bloklashni biling. Har bir pensioner yoki uning ishonchli farzandi bank kartasini qanday bloklashni bilishi kerak. Bank ilovasida kartani bloklash bo'limi bo'lishi mumkin. Kal markaz orqali ham bloklash mumkin. Agar telefon yo'qolsa, shubhali qo'ng'iroqqa kod aytib qo'ysangiz, noma'lum ilova o'rnatgan bo'lsangiz, vaqtni boy bermang. Avval kartani bloklang, keyin aniqlashtiring. 1 soat kechikish butun pensiyani yo'qotishga olib kelishi mumkin. 5-qadam, telefon raqamini tekshiring.
Pensiya kartangizga ulangan sim karta kimning nomida ekanini mobil operator ofisiga borib aniqlang. Yoningizda pasport yoki ID karta bo'lsin. Agar raqam boshqa odam nomida bo'lsa, imkon qadar o'z nomingizga rasmiylashtiring. Bankka borib aynan shu raqam kartaga ulanganini tasdiqlang. Eski ishlatilmaydigan raqamlar, yo'qolgan sim kartalar, begona odam nomidagi raqamlar moliyaviy xavf tug'diradi. 6-qadam parollarni almashtiring. Telefon parolini murakkabroq qiling. Tug'ilgan yil 1274, 1001 ishlatmang. Bank ilovasi uchun alohida kod qo'ying. Agar telefon barmoq izi yoki yuz orqali ochilsa, qo'shimcha PIN kod ham ishonchli bo'lsin. Parolni qog'ozga yozib, telefon g'ilofiga solib qo'ymang. Bu juda ko'p uchraydigan, telefon yo'qolsa, parol ham birga topiladi. 7-qadam SMS kod qoidasini oilangizda e'lon qiling. Uyda hamma bilsin, bankdan. Pensiya jamg'armasidan, soliqdan, hokimiyatdan, prokuraturadanman degan odam ham SMS kod so'rasa aytilmaydi. Hech kimga aytilmaydi. Hatto pulni saqlab qolamiz desa ham aytilmaydi. Hatto sizga yordam puli tushiramiz desa ham aytilmaydi. SMS kodni aytish pulni topshirish bilan teng. 8-qadam rasmiy idoralarga qanday murojaat qilishni biling. Agar pensiya miqdori, to'lov sanasi, karta almashinuvi yoki ijtimoiy yordam bo'yicha savol bo'lsa, ko'chadagi odamga, Telegramdagi notanish guruhga, SMSdagi havolaga ishonmang. Pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga boring. Mahalla mas'ulidan rasmiy yo'l yo'riq so'rang. Bank bo'limiga boring. Yoningizda pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi bo'lsa, bank kartasi, telefon raqamingiz bo'lsin. Agar ariza yozish kerak bo'lsa, arizada familiya, ism, otasining ismi, pasport ma'lumoti, telefon raqami, muammo mazmuni va sana aniq yoziladi. Masalan, pensiya kartamga ulangan telefon raqamini tekshirishni va xavfsizlik bo'yicha ma'lumot berishni so'rayman deb yozish mumkin. 9-qadam pul ketgan bo'lsa nima qilishni biling. Darhol bankka qo'ng'iroq qilib kartani bloklang. So'nggi operatsiyalar bo'yicha ma'lumot so'rang. Ichki ishlar organlariga ariza bering. Arizada qachon qo'ng'iroq bo'lganini, qaysi raqamdan bo'lganini, nima deyilganini, qaysi ilova o'rnatilganini, qancha pul yechilganini, qaysi vaqtda SMS kelganini yozing. Telefoningizdagi qo'ng'iroqlar tarixi, SMS emaslar. Telegram yozishmalari, havola manzili, bank operatsiyasi skrinshotlarini saqlang. Dalillarni o'chirib yubormang. Telefonni darhol tozalab tashlash ham ba'zan tekshiruvga xalaqit qiladi. Shuning uchun avval bank va huquqni muhofaza qiluvchi organlarga murojaat qiling. 10-qadam yaqinlaringizga amalda yordam bering, faqat ehtiyot bo'ling deyish yetmaydi. Onangiz, otangiz, buvinggiz, bobongiz telefonni yoningizga olib, ilovalarni birga ko'rib chiqing. Bank kartasiga ulangan raqamni tekshiring. Shubhali ilovalarni o'chiring, parolni almashtiring. Bankning rasmiy raqamini kontaktlarga saqlab qo'ying. Agar kimdir kod so'rasa, avval menga qo'ng'iroq qiling deb kelishib oling. Bitta oddiy tekshiruv bir oylik pensiya saqlab qolishi mumkin. Men yana bir muhim narsani aytaman. Telefoningizni ustaga berganda ham ehtiyot bo'ling. Ta'mirga berishdan oldin bank ilovasidan chiqing. Imkon bo'lsa kartani vaqtincha bloklang yoki limitni kamaytiring. Telefon ichida pasport rasmi, karta rasmi, SMS kodlar, parollarda yozilgan eslatmalar bo'lsa, bu xavf. Usta yaxshi odam bo'lishi mumkin, lekin siz moliyaviy ma'lumotlaringizni hech kimga ochiq qoldirmasligingiz kerak. Yana bir foydali usul bu karta limitlarini sozlash. Bank ilovasida kunlik pul o'tkazish limiti, onlayn to'lov limiti, naqd yechish limiti bo'lishi mumkin. Agar siz odatda bir kunda 200 ming so'mdan ortiq ishlatmasangiz, limitni juda katta qilib qo'yish shart emas. Firibgar karta ma'lumotini qo'lga kiritsa ham, limit past bo'lsa zarar kamayadi. Limitni o'zgartirish kerak bo'lsa, o'zingiz bankka borib yoki rasmiy ilova orqali qiling. Bugun men aytgan asosiy fikr shuki, telefoningizda shubhali ilova, masofadan boshqarish dasturi, SMS o'qish ruxsati, begona havola orqali o'rnatilgan dastur yoki bank kartasiga ulangan noma'lum raqam bo'lsa, pensiya pulingiz xavf ostida bo'lishi mumkin. Eng muhim qoida, SMS kod, PIN kod, CVV kod va bank ilovasi parolini hech kimga aytmang. Telefoningizni bugunoq tekshiring. Yaqinlaringizning telefonini ham ko'rib bering. Ayniqsa pensioner ota-onalar va yolg'iz yashaydigan keksalarni ogohlantiring. Agar siz yoki tanishingiz shunday holatga duch kelgan bo'lsa, izohlarda yozing. Boshqalar ham tajribangizdan xulosa oladi. Videoni foydali deb bilsangiz, like bosing, kanalga obuna bo'ling.
va bu ma'lumotni kamida bitta yaqin insoningizga yuboring. Chunki bir ogohlantirish, bir oylik pensiyani. Ba'zan esa butun oyoqlarning tinchini saqlab qoladi.